O'simliklar hamma yerga tarqalgan. O'simliklar bizga shunchalik tanishki, hatto ularning mavjudligiga sal qaraymiz. O'simliklar osti o'skashga, ularning hayotlik borligini kishilar osonla unutib qoladi. O'simliklar xuddi tom qog'ozdek insonlar turmushiga rang qo'shib turadi. İnsanlar o'simliklardan tabiiyli foydalanadi, lekin o'simliklardan ayrilsa hargizmi yashayolmaydi. Biz dünyadaki 80% ormanını kesip ettik. Ama biz zaten nimini yo'qotganligimizni rostilla bilemdik. O'simliklarning muhimligini bilish uchun yer sharining tarixiga nazar solishimiz kerak. Burungi yer shari bir parcha qaqoslik edi. Necha milyard yillar ilgari yer sharining erigan yuzi ketishga boshlagan. Aylanma gaz soğuğandan keyin qetib suvga aylangan. Yer sharida keng ketgan tinch dengiz okeanlar hosil bo'lgan. Necha milyard yillar burun dengiz okeandagi tog' hujayirlik jonliqlar fotosintez berib, quyosh nuridan foydalanib ozuqlik hosil qilishga boshlagan. Hamda bu jarayonda bir xil qo'shimcha mahsulot, ya'ni oksigenni qo'yib bergan. Oksigen yer sharida hayotlikning o'sib yetilishiga texnik turtki bo'ldi. Jonliqlarning texnik murakkablashishiga ergishib, yo'sin turdagi o'simliklar tadrijiy taraqqiy qilishga boshladi. Hozirmi dunyoning har qaysi joylaridagi dengiz okeanlarda dengiz yo'sinlarini bayqag'ili bo'ladi. Ular oddiy qurilmasini saqlagan bo'lib, yiltiz, g'o'l va yopirmoqdan iborat haqiqiy ma'nodagi o'simlik aloyidligini hozirlamagan. Taxminan 1 milliard yil burun qisman yeshil yo'sinlar tadrijiy taraqqiy qilib, eng dastlabki o'simlikka aylangan hamda uzoq so'zilgan o'simliklarning tadrijiy taraqqiyot yo'lini boshlab o'tgan. O'simliklar jamiyati uzluksiz zo'rayib turlari ko'paydi. Muhturdikilarga o'xshash ba'zi mikro, kichik ham oddiy qurilmani saqlab qolgan o'simliklar yetkazish sistemasini hozirlamagan bo'lib, ozuqliq moddalarni tenining har qaysi joylariga yetkazish uchun nam muhitdan aylanmaydi. Ya'ni kelib, ularning jugi kichik bo'lg'achqa urug' tutanmaydi yoki chechaklayolmaydi, balki shamolga tayinib o'simlik geni sporani tarqatadi. Ammo keyin o'simlik jamiyatida yangi shoxcha shakllanib, tenining har qaysi joylariga ozuqlik va suv yetkazib beradigan turib yo'l hosil bo'ldi. Bu o'tkazguchi daychilik o'simlik deb ataldi. Hozir ular cheksiz taraqqiyot bo'shligiga ega bo'ldi.
Hozir o'simliklarning turi 350 ming xildan oshadigan bo'lib, ko'p xil va ajoyib to'pni shakllantirdi. O'simliklar yer sharida paydo bo'lgan vaqtdan tortib atrofdagi muhitni yaratdi va yaxshilab keldi. Bu faqat hikoyaning boshlanishi. O'simliklar yorug'lik qabul qilish orqali oziqlik hosil qiladi. Shundaqla muhim qo'shimcha mahsulot oksigenni qo'yib beradi. Bu biologiyalik qurilishdagi mo'jiza bo'lib, hamma odam ayrilanmaydigan havoni ib keldi. O'simliklar yopirmoqi orqali karbon 4 oksidni, yiltiz orqali namlikni sumiradi. Bu ikki xil intayin muhim tarkib yorug'lik energiyasi orqali qandni biriktiradi. Oksigen gerçi qo'shimcha mahsulot bo'lsa-mu, hayron qolarlik darajada muhim. Fotosintez roldan hosil bo'lgan energiya barliq hayotlik formatsiyasini oziqlantirdi hamda biz nafaslanadigan havoni shakllantirdi. Bugungi kundagi yer sharidagi 20% oksigen Amazon yomg'irliq o'rmonligidan kelgan. Amazon yomg'irliq o'rmoni Janubiy Amerika qit'asidagi 5 million 500 ming kvadrat kilometr keladigan zaminni qoplagan bo'lib, yer sharidagi ko'lami eng chong yomg'irliq o'rmon hisoblanadi. Ko'kka taqashgan yo'g'on daraxtlar oksigen bilan ta'minlab qolmay, yana 1 milliard tonnadan ortiq karbonni saqlab, yer sharining klimatini turaqlashtirib turadi. 40 ming xil o'simlik orasida taxminan 3 million xil hayvon yashaydi. Ko'p sondagi hayvonlar o'zi oziqlik modda ishlab chiqarolmaydi. Faqat o'simliklarni oziqlik qiladi yoki boshqa o'txo'r hayvonlarni oziqlik qiladi. Dinozavr yo'qab uzun o'tmay Amazon daryosi tadrijiy shakllandi. Hozirgacha 55 million yillik tarixga ega bo'lib qoldi. Faqat tropik belbog' rayonida o'rmonlik bor. Iliq klimat va mo'l o'rig'in o'simliklarning o'sishiga mos keladi. Yomg'irliq o'rmon degan nom ismi jismiga to'limi mos kelgan. Bu yerda o'simliklar qo'yib o'sgan. Yomg'ir tomchisining daraxt tolisidan yerga tushishiga 10 minut ketadi. Yomg'irliq o'rmonidagi nurg'un daraxtlarda ro'shan taxtsimon yiltizlar o'sgan bo'lib, u g'azonlarni o'rib oladi. G'azonlar chirigandan keyin texim ko'p tuproq hosil bo'ladi. Ammo butkul yomg'irliq o'rmon uchun aytganda eng muhimi yanada yorug'lik. Bu yer shar bo'yicha o'simliklarning ko'p xilligi eng mo'l yer bo'lib, raqobat intayin keskin. Yomg'irliq o'rmon jang maydoniga o'xshaydi. Har bir tur boshqa turlarni mag'lub qilib, eng yaxshi o'rinni egallashga urinadi. Nurg'un daraxtlarning yo'polmoqqa nihoyat yo'g'on bo'lib, oziqlik modda hosil qilib, o'sishiga harakatlantirgich kuch hozirlash uchun quyosh nurini imkon qadar so'niradi. Ular quyosh nurini so'niradigan sirliq qo'ral. Büyük baraqsan daraxt tojilarining ostiga o'sgan ushshaqroq o'simliklar yorug'lik yetishmaganlikdan qurib ketadi. Shunga ananas oilasidagi o'simliklarga o'xshash ba'zi o'simliklar fursatparastlik qilib, boshqa o'simliklarning ustida o'sadi. Ular boshqa o'simliklarga ziyon yetkazmaydi. Faqat mushu supidan foydalanib quyoshga texmi yaqinlashadi. Aksicha, ulardan boshqa turlar foydalanib ketadi. Paqa bolalarni boqadigan o'rin izlayotadi. Kurari paqisi ko'p sondagi paqalarga o'xshash suvda tuxum tug'maydi. Kurari paqisi daraxt yo'pirmoqlariga tuxumlaydi. Qumchoq tuxumdan chiqqan aman erkak paqa ularni dumbisiga otib, ananas oilasidagi o'simliklarning ustiga yeb chiqadi. Kurari paqisiga nisbatan bu undaq oson ish emas. U qumchoqlarni necha 10 metr egizlikdagi daraxt tojiga yeb chiqishi mumkin. Bundaq parazit o'simlik yer osti suyini so'mlamaydi. Faqat yo'pirmog'i orqali yomg'ir suyini yig'adi. Bu joy yer yuzidan egiz bo'lib, ovchilardan yiroq. Kurari paqisi bu nuqtadan to'liq foydalanib, bu yana qumchoqlarni boqadigan eng yaxshi ham bexatar joy deb bildi.
Paqılarning ig'izdan tushgan yemaklik qoldiqlari va ularning ajralmalari o'simliklarning o'g'iti bo'la oladi. Ko'p sondagi o'simliklar o'zini o'zi ta'minlay oladi. Bu orqali boshqa jonliqlar uzuqlik zanjirining asosiga aylanadi. Hatta cho'milisiga o'xshash hasharotlardan tortib, qiziqarli uzun tumshug'i bor, tapirga o'xshash cho'ng tipdagi sutamguch hayvonlargacha hayvonlarning muvaffaqiyatli tadrijiy taraqqiyoti o'simliklarga tayinib ishga oshgan. Uzuqlik izlaguvchilarning soni ko'p bo'lgani bilan ehtiyoji o'xshamaydi. Shunga o'simliklarning har qaysi qismlari jonliqlarning uzuqligi bo'la oladi. Ammo daraxt yo'pirmoqlarini uzuq qilish anlamoqdek undoq oson emas. Chunki daraxt yo'pirmoqining uzuqlik miqdori bir qadar tuvan, hazm bo'lmoqimi tas. Linvetes sedir qilmay jim turib elishdan iborat ko'ngildagidek chorni o'ylab topdi. Ular harakat sur'atini ostilitish orqali energiyani tejab, zehnini markazlashtirib, uchida yo'pirmoqlarni hazm qiladi. Ko'p sondagi ahvolda o'simliklar hayvonlarning o'zlarining quyosh nurini yig'adigan yo'pirmoqlarini yeb etishni yoqtirmaydi. Nurg'un o'simlik qaytarma zarba beradi. Ularning yo'pirmoqlari va mevalarida tannin mo'l. Tannin kislotasi zaharlik bioishqor bo'lib, hayvonlarning teniga kirgandan keyin oshqozonini bearam qiladi. Şatote ormanlıqda uzuqliq izlashga moyil. Ularning kuchli tumshug'i, narsalarni tutalaydigan tirnoqlari, apchil tili bor. Ammo bular Şatotning oshqozonini tanninning ziynidan saqlab qololmaydi. Biroq aqlli qushlar apchil hal qilish usulini o'ylab topgan. Ular har kuni daryo bo'yiga uchib berib, daryo qirg'ig'idagi dangal laylani yeydi. Lay o'simliklardagi bioishqorni neytrallashtirib, tanga har qanday ziyon yetishning oldini oladi. Tuproqda yomg'irliq o'rmini o'simliklarida kam bo'lgan natriy bo'lishi mumkin. Oshqozondagi beoromlik yaxshilangandan keyin ular o'rmonlikqa qaytib kelib, yana uzuqlanadi. Agar ximiyalik mudofaa korga kelmasa, ba'zi o'simliklar cho'milini qo'g'dug'uchi qilib ziyondosh hasharotlarning ziynini to'sadi. O'simliklar tarkibida qand bor bir xil modda ajratib, qo'g'dug'uchilarni mukofotlaydi. Bunga javob qaytarish uchun cho'mildilar o'simliklarning bexatarligiga tahdid soladigan har qanday narsaga hujum qiladi. Bir cho'ng qo'ng'iz o'g'irlikchi kirib, daraxt yo'pirmoqlarini yemoqchi bo'ldi. Ammo cho'millar uning ximiyalik yedini bilalaydigan bo'lg'achqa, tajovuz qiluvchining erkin yayrab yurishiga yo'l qo'ymaydi. Qarmoqqa kuchli tankib qoladigan jangda qilmaydi. Ammo cho'millar son jihatda ustunlikni egalladi. Uning ustiga ularning tishlashi og'riq paydo qiladi. Bo'g'imlar qo'ng'izning tenidagi birdan bir ojizlik. Nurg'un cho'millar o'ldi. Ammo butun qo'shin jangdan voz kechmadi. Tishlab tortishlarga bardoshlik berolmadi. Cho'millar qo'ng'izni qo'g'lab etgandan keyin o'z o'rniga qaytib kelib, ana cho'milning holidan xabar oldi. Cho'mil to'pining bolalarini beqishdan iborat barliq faoliyatlar o'simlik qil'asida bexatar ib beriladi. İlgiri yer şarı teximi illiq, yağmurluq ormanlıqlarının qaplash doirasi keng edi. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib klimatda o'zgarish bo'ldi. O'simliklar birinchi safda kurash qilib, har xil nachar muhitga moslashdi. Yana ba'zi o'simliklar suv ostida yashashga moslashdi.
Ular hayvonlarni avat makon bilan ta'minlab qolmay, yana suvda oksigen paydo qiladi. O'simliklar oksigen bilan ta'minlagachga baliqlar saqiqa orqali nafaslanadi. Qo'shmakonlik hayvonlar ko'p to'shuklik terisi orqali nafaslanadi. O'simliklarmi hayvonlarning yo'shirinib turib o'lishi va ko'payishiga so'rin hozirlab beradi. Kun nuri cho'nqur suv rayoniga yetib borolmaydi. Shunga o'simliklar cho'qim tez suv rayonida yashashi kerak. Dal shundoq bo'lg'achqa yotma niloparning uzun qo'lliq yopirmoqlari suv yuzida laylab turadi. Ularning sharsimon yiltiz g'uluba bo'lib, ozuqliq saqlay oladi ham ko'payalaydi. O'simliklar suvning laylatish kuchiga tayinadigan bo'lg'achqa kuchli qo'lning bo'lishi hojatsiz. Shunga texmi ko'p energiyani yopirmoqlarga markazlik yetkazaydi-da, texmi yo'g'ini olaydi. Yotma niloparning laylab turgan yopirmoqlari boshqa suv jonliqlarini pishg'irim oftobdan saqlab, saydaydigan o'ringa ega qildi. Yotma niloparning ba'zi sortlarining yopirmoqlarini ait yo'g'on, xuddi g'oyat zo'r sun'iy hamro antenasiga o'xshaydigan bo'lib, o'simliklarni imkon qadar kun nuriga erishadi. Victoria nilopar guli yopirmog'ining diametri 3 metrga yetadigan bo'lib, bir bolaning ig'irligini ko'tara oladi. Faqat bir xil o'simliklar xatarga tavakkul qilib dengizga qaytdi. U dal dengiz o'ti, ammo u haqiqiy o't emas. Balki tutash o'sadigan gullik o'simlik bo'lib, qarmoqqa, o'tloqqa o'xshaydi. Ular faqat illiq va tez dengizda o'sadi. Ojiz va oz uchraydigan bo'lib, nurg'un hayvonlar uningga tayinib yashaydi. O'simliklar bu qutubdan u qutubgacha, hatto o'sish muhiti intayin nachar bo'lgan qumliqlardan o'sadi. Qumliq o'simliklarining odatda suv tarkibini saqlab qoladigan yo'g'on, tom ham qisqa yupurmoqlari hamda suv tarkibining ozayib ketishidan saqlaydigan nepiz bir qavat mum moddalik sirtqi qaviti bo'ladi. Ular odatda yer yuziga nihoyat yaqin. Shamolning suv tarkibini xo'ritib ketishidan saqlash uchun ba'zi o'simliklarning nepiz bir qavat sus tufchillari bo'ladi. Bu ularning kuchli oftobdan saqlanishiga yordam beradi. Velvichiyaning yopirmoqlari agim ham yer holatda bo'lib, quyuq tumandan shakllangan shabnamni uzun yiltiz qismiga yetkazadi. Ular qaysar hayotlik kuchiga tayinib, 1000 yil yashay oladi. Qaqasliqda o'sadigan oz sondagi daraxtlarning nihoyat uzun yiltizi bo'ladi. Shuningda yer osti suyini sumralaydi. Ularning toji qumliqdagi jonliqlarning hayot qilishidagi panoh joy. Odamni hayron qoldirdig'ini, eng issiq va eng sovuq rayonda o'simliklar duch keladigan xirislar o'xshab ketadi. Shimoliy qutb tundraligida qish yetib keldi. O'simliklar yana bir qitim suv kamchil bo'lish qiyinchiligiga duch keldi. Bu yerdagi eng cho'ng farq kun nuri. Bu yerga bir yilning ko'p qism vaqtlarida kun nuri tushmaydi. Faqat yoz faslidagi bir necha oylar tundra quyosh nuriga cho'madi. O'simliklar jazman nihoyat tez sur'atda ko'payish mezgilini tamomlashi kerak. Bu yerdagi o'simliklar paka, yopirmoqlari kichik bo'lg'achqa, shamolning xo'ritishidan kelib chiqadigan suv tarkibining ozayib ketishini imkon qadar azaytadi. Bu yer yashash haqiqatan jafoliq. Hatto go'shxo'r hayvonlarmi o'simliklarni ozuqliq qiladi. Boshqa ozuqliqlar ehtiyojini qondiramaganda shirnilik daraxt yopirmoqlari bilan mevalar Shimoliy qutb tulkisiga hayotlik ato qiladi. Faslning o'simliklarga ko'rsatadigan ta'siri mo'tadil balg'oq o'rmonligida eng ro'shan bo'ladi. Kun nurining tushish vaqtining uzurishiga ergishib, temperatura o'rlab qahrdan sovuq o'tib ketdi. Zaminda ajoyib o'zgarishlar yuz berdi. Bu yerda 4 fasl iniq, har bir fasldagi o'simliklarning o'xshamagan burchi bo'ladi. Bahor to'limi qisqa, vaqtni ching tutish kerak. Ko'payish boshlandi.
O'simliklarning tadrijiy taraqqiyotidagi eng chong o'sishlarning biri gul. Ular dinozavr davrida paydo bo'lgan. G'oyat zo'r o'murguvchi hayvonlarning g'ajilishiga taqobil turish uchun bo'lsa kerak, ularda texnik tez sur'atli ko'payish usuli borligi kelgan yoki aksicha o'simliklarning tadrijiy taraqqiyot yo'nalishi hayvonlarni nishon qilib, ondan o'zidagi tadrijiy taraqqiyotni borliqqa keltirgan bo'lishi mumkin. Eng dastlabda gulba o'simliklar oddiy ko'payish texnikasini qo'llangan. Otiliqi shamolga necha million dona spora qo'yib berib, boshqa bir tub o'simlikning onaliqiga qo'nishini kutib turgan. Bu sistema haqiqatan o'nimli, ammo isrofchilik bak cho'ng. Nurg'un sporalarning mashg'uloti muvaffaqiyatli bo'lmagan. Gül texmi murakkablashib, jinslik ko'payishga boshlagan. Hamda ajoyib bir xil taktika bilan hayvonlarni moslashishga jalb qilgan. Ular xushpurqi va shirin gul shirnisini yemchuk qildi. Bu har qanday hasharotni jalb qiladi. Bu o'simliklar inchkilik bilan bir sistema loyihalab, o'zlarining ko'payishini texmi oddiylashtirib, changlashtirishdek ig'ir vazifani hayvonlarga topshirdi. Ular hayvonlarning kuchi orqali sporani bir tub o'simlikdan yana bir tub o'simlikka yetkazadigan maxsus tez yetkazish mulozimatiga ega bo'ldi. Ammo bu chog'dagi spora gulchiniga, ya'ni otliq ko'payish hujayrasiga aylanadi. Gullar nihoyat go'zal, ammo biz ko'p qism gullarning chiroyli ranglariga ancha diqqat qilib ketmaymiz. Chunki ular insonlarning ko'zi sezolmaydigan dolqin uzunligi doirasidan olib ketgan. Hasharotlarning ko'zi ultra benafshi nurga texim sezgur bo'lib, ular ko'ralaydigan ranglar odamlarning ko'ralaydiganidan ko'p bo'ladi. Gullar bu ranglardan foydalanib, nishonni to'g'rilab hasharotlarni jalb qiladi. Bu tez yetkazuvchilarga ilhom berish uchun o'simliklar mukofot o'rinda shirin gul shirni hosil qiladi. Hasharotlar gul ichiga kirib, gul shirnisidan huzurlanganda, o'simliklar yepishqoq gul chengini ularning teniga suradi. Hasharotlar bir guldan ayrilib, yana bir gulga qo'nganda, ular gul changlarini boshqa bir tip o'simlikning onaliqiga yetkazadi. Yov gullarning 80%ni hasharotlar changlashtiradi. İnsanlar ozuqlik qilgan ochliq ziroatlarning 3dan 1dan ko'pragimi mushu usulga tayinadi. Bu odatda bir mukammal usul hisoblansa-mu, ammo ba'zi hasharotlarning mas'uliyatini ado qilmasligidan saqlanqali bo'lmaydi. Taqdinining guli uzun ham inchki bo'lib, tili uzun hasharotlarga nihoyat mos keladi. Tilning uzunligi yetarli bo'lgandala, gulning tuvan qismiga yetkaziladi. Tanlangan bu az sondagi hasharotlar ozuqlik bilan mukofotlanadi. Nazariya jihatdan shundoq. Ammo tili qisqa ba'zi harlar boshqacha yo'l tutib, bu tanlash bosqichidan aylanib o'tadi. Ular o'simlikning ko'payish asosiga bevosita yetib berib, gulning tuvini tishlab ichib, gul shirnisini sumiradi. Ba'zilari hatto gulning ichiga kirib, meziliq qismlarini sumirib, bekor vaqtlarda oldirmay huzurlanadi. Ammo bundoq fursatparastlik qilish o'simliklarning muvaffaqiyat qozonishini to'sib qololmaydi.